Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bismillah deb kartoshkadan shunaqa mazali nola tayyorlaymiz. Tuzli suvda kartoshkani qaynatib olsangiz ham bo'ladi. Odatda men qozon ko'pladan qolib ketgan kartoshkalardan qilganda juda ham mazali bo'lardi. Menimcha hamma dimlama qozon ko'p qilganda kartoshkasi qolib ketadi. Uvol qilmasdan mana shunaqa non qo'ysangiz bo'ladi. Sir solmasangiz ham bo'ladi. 2 dona tuxum, un solib xamir qo'ysangiz bo'ldi. Men bu yerda sir ham solib qilib ko'rdim. Juda ham mazali bo'lar ekan. Sir solsa ham, un solmasa ham mazasi unaqa katta raznica qilmaydi. Xamir qorab, ozgina tindirib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Menda 14 ta bo'lak chiqdi. Bo'laklarga bo'lib, ozgina tindiramiz. Tinmagandan keyin yoysanglar, osonroq yoyiladi. Albatta, unlab yoyinglar. Xamirimizni pishirayotganimizda skorotka ozgina yog'lab olamiz. Keyingilarda yog' shart emas. Ikkala tomonini o'rta olovda qizartirib aylantirib pishirib olamiz. Bu orada bilan 2 zubchik chesnokni mayda qilib to'g'rab olsangiz ham bo'ladi. Men qirg'ichdan chiqardim chesnokni, ko'rib to'g'rab oldim va olivko'yi masla solib aralashtirdim. Issiqqina pishib chiqqan nonlarimizga ketma-ketlikda mana shunday qilib surib, ustiga salafan yopib dimlab qo'yamiz. Bu yumshab bir-biriga o'tib turadi. Aynan maza beradigan joyi ham mana shu yog'ida. Ko'proq qilib tayyorlab olsanglar, bemalol dobri qilib solsanglar juda ham mazali chiqadi. Chesnok yoqtirmaydiganlarga chesnok solmasdan yog' bilan kashnitcha o'zini surib dasturxonga tortsanglar ham bo'ladi. Albatta ustini yopib dimlab qo'yish kerak. Va bo'lib dasturxonga tortsanglar yeb qo'yishadi. Bolalar ham, kattalar ham yaxshi ko'rib. Yoqqan bo'lsa, albatta podpiska bo'lib, like bosishni unutmang. Tayyorlaganingizda duolaringizda eslab qo'ysangiz bo'ldi.